uskuna sotib olganingizga 2 yildan o'tdi. Misol bu ikkinchi tochka. Non ishlab chiqarish biznesini yoritgani kelganmiz. Bu akamiz 2 yil oldin bizdan uskuna sotib olgan. Qani bu akamiz misol uskuna sotib olgandan keyin qanchalik ishlab chiqarish tezladi yoki uskunada qanaqa kamchiliklar bo'ldi shu ishlatish davomida. Shularning hammasini kichik intervyu qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mahsulot chiqarish jarayonidan boshidan oxirigacha. Video juda ham qiziq bo'ladi. Bundan bosib kuzatinglar. Qani biz boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Hokimjon aka, mana uskuna sotib olganingizga 2 yildan o'tdi. Misol bu ikkinchi tochkangiz. Birinchi tochkangiz o'tgan safar videoda yoritib o'tganmiz. Xo'p, uskuna 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Shuncha vaqt davomida unaqa kamchiliklar bo'lmadimi uskunada? Yo'q. Uskuna yaxshi, xudo Sizga xolasa. ma'qulmi? Ishlash yaxshi, xudo xolasa. Keyin mana o'tgan safar videoda mo'larda to'liq gapirmamiz, yog'ini quyib turish kerak dedingizmi bu yerga? Bunga mashina yog'i quyiladi, ozgina, ko'p quyilmaydi, ozgina quyib qo'yiladi, xolos. Shlankani chiqarib turib, mana shlankalarni hammasini chiqarib turib, havosini chiqarib turib, shlankani chiqarib turib, ozginadan mashina yog'i quyib qo'yiladi. Mana bu yerga. Mashina ichiga mana. Buni ichiga quyiladi. Bunga suv to'planadi. Suv ozgina to'planib qolsa, buni chiqarib yuboriladi suvini. Suv ichib ketadi. Xo'p, uskunani ishlash tartibi zuvala bu yerga qo'yiladi. Bu xamirni havosini tortib, yoyib beradi. Bu chetiga gullarni urib beradi. Bunisi esa chekish, buni Farhod, Alisher deb har xil ismingiz har xil qilib yozdirib, nima qilib bersa bo'ladi, yozsa bo'laveradi. Shu 3 bosqichligi, buni 2 bosqichligi ham bor va apparat aytganimiz 220 ga ishlaydi. Mana bu yerdan yoqiladi uskunamiz. Bu yerdan legirovka qilsa bo'ladi, nazorat qilsa bo'ladi, kontrol qilib. Mana 220 ga suqiliq turibdi hozir uskunamiz. Necha kilolik mikserimiz? Bu 50 kilolik. 50 kilolik mikseri. Bir tayyorlaganda 50 kiloni o'zi tayyorlaydi. 50 kilo. Ichidagi misol suv, sutlarni qo'shib qo'yasiz. Suv, shakar, yog'ini solib 15 minut, 20 minutda tayyor bo'ladi. 15 minut, 20 minut. Do'stlar, bu birinchi bosqich, ya'ni unda mikserga solamiz. Shu yerdan mana jarayon boshlanadi. Ikkinchi bosqich mana xamirni bu yoqqa olib, ma'lum bir vaqt ustiga salafan yopib tindirib qo'yamiz. Salafan yopib turib, tindirib turib, mana uzamiz. Uzib turib, keyin bu yerdan boshlab bostirib kela olamiz. Bu yoqqa olamiz. Necha grammdan bo'lyapti bular? 430 gramm. 430 grammdan tindirilgandan keyin bu xamir zo'lalarimizni olib uskunamizga qo'yiladi. Stanoyda keyin shu 3 ta bosqichdan o'tib tayyor holatga keladi. So'nggi bosqichda mana xamirimiz uskunadan chiqdi. Chiqqandan keyin ustiga maxsus o'zini narsalari suriladi va sedanalar uriladi va shu bilan nonimiz tayyor, tandirga yopsa bo'laveradi. Manzilini tushuntirib o'tsangiz bo'lmasam. Manzilimiz soy tarafdan kelganda, ikki oprezdan o'tganda, ekin-tikinda o'ng qo'ldan ovoqdamiz. Ekin-tikin to'yxonasini yo'q qarasida. To'yxona ro'parasi bu birinchi novvoyxona. Birinchisi. Biroz yurgandan keyin ikkinchi novvoyxona. Mana sizlarga non ishlab chiqarish jarayonini qisqacha tushuntirishga harakat qildik. Sizga rahmat shunchalik. Xo'p aka. Kadrga chiqishga rozi bo'lganingizga. Uskunadan rozimisiz rostdan? Aka yaxshi ishlayapti. Mayli, rozi bo'ling.